Otga yaqinlashgan odam, ot bilan birga yurgan odam xor bo'lmaydi hech qachon. Ot jannatdan chiqqan. Jannatdan chiqqanda bir aytadi, to'rtta ko'zi bo'lgan, yuqoriga chuqur joyi bor-ku, to'rtta ko'zi bo'lgan. Jannatdan chiqqanda Xudoga nolaga yig'lagan, nimaga meni bu bandingga xizmatga yubording? Diyu deydi-ku, yubording. Nimaga bunday deb yig'lagandan keyin, nola qilgandan keyin aytgan. Sen boraver degan. O'sha bandam o'zi yegan narsadan senga yediradi, o'zi kiygan narsadan senga kiydiradi degan. Mana odamga bug'doy anaqa qilingan, otga arpa. Kelasi tengmi? Teng. Otni ustidagi afzali nechi pul? Odamning ustidagi afzali nechi pul? Kelasi tengmi? Shunday deb ot duo olgan. Ot jannatdan chiqqan. Ot shuning uchun kechasi bilan yarim tungacha egasiga rizqlaydi. Undan keyin o'ziga rizqlaydi.